hurmatli mehmonlar, avvalambor barchangizni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 32 yilligi bilan samimiy tabriklaymiz. Bugungi tantanali tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbati Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Qo'shaqboyevich hamda O'sh viloyati byurokratlariga marhamat. Men charchab bo'lsam, bolalar charchab qoldi. Bo'shmas inshaalloh. Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar, hurmatli otalar, hurmatli onajonlar, hurmatli otalar, hamyurtlar. Hammalaringizni kecha nishonlangan O'zbekiston Respublikasi jonajon vatanimizni mustaqilligini 32 yil bayrami alohida Qo'shni davlat O'zbekiston Respublikasi ham mustaqillik bayramini nishonladi. Hamma shu bo'lgan yerda, ikkala yerda shu nishonlangan mustaqillik bayrami bilan chin yuragimdan tabriklashga ruxsat beradi. Bayramga to'ylaydigan, bayramga sovg'a degan hozir prezidentlarga gapirganda, ikkita endi vakillar o'tirganda gapirganda aytdik. Avvalambor hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev alohida tashabbuslari bilan mana shu e'tibor beringlar. Sababi 6 yil oldin, 7 yil oldin nima edi degan savolni har bitta inson bugun o'ziga berish kerak. Nima edi deganlarimiz mana 15 yil bo'ldi gapirganiga. Kim hamma joylarga gapirgan. Juda yaxshi bilaman men. Bu yoqda qizini bergan, bu yoqdan qiz olgan, bu yoqda otasi bor, bu yoqda onasi bor. Na to'yga o'toldi, na ta'ziyasiga o'toldi, na boshqasiga o'toldi. Ana shu kunlarda ham kelib hokim bo'lib o'tirganimizda iltimos, dadam olamdan o'tdi. Qabriga borib kelay desam, ruxsat berolmagan kunlarda ham ko'rganmiz. Bugun Xudoga ming marta shukr aytish kerak. Shu prezidentlarimizni xalqchil degan narsaga e'tibor beringlar. Xalqchil, xalqimizni hayotdan rozi qilish uchun nima bo'lsa qilyapsak to'g'ri bo'ladi. Bu ham bitta mana shu bugungi Bekobod postini ochilishi ikkita elda yana bir marta Qirg'iz, O'zbek elida qoni bir, joni bir, dini bir elda yana qaytadan birlashayotganligi yuqorida aytgan hurmatli prezidentlarimizni oqilona xalqchil olib borayotgan siyosatini bitta natijasida ko'rib bo'ladi. Shuning uzoq gapirmaymiz, aytayotganligim odamlarning kayfiyatini ko'rib, sizlarning kayfiyatlaringizni ko'rib, narigi tomondagi elimizni kayfiyatini ko'rib, tezroq ochsak, tezroq yaqinlab ko'rsatib turgan odamlarni ko'rib, haqiqatda el rahmatli hukumat prezidentimizga yetkazdim. Xalq sizdan juda ham minnatdor. Shunday minnatdorki, ularning so'z bilan, gap bilan yetkazolmayman men sizga. Mana shu berayotgan ishlaringiz hammasi rahmatimizni yetkazing deganim eshitib prezidentimiz ham xursand bo'ldi. Chunki yana bir marta aytaman, bugungi mana shu post ochilishi ilohim shu ikkita elda yana ham qondosh, yana ham jondosh bo'lishga xizmat qilsin. Iqtisodimizga, umuman aytganda hamma sohalarda, hozir mana daryoda gaplashdik, hurmatli hokimimiz bilan, hurmatli qozi domlamiz yo'llayapti, qozi domlamiz bilan gaplashdik. Bizni arxivimiz ham bo'ladi, dedi. Mama soliga o'tiribdi, necha yillik qadrdonimiz yo'llayapti, hokimiyat ishlaydi. Aytberishyapti, hamma Xonobodga kelib, Shoirobodga kelib, aqlchilar uchardik, Xonobodga kelib, Zagsdan o'tardik, Xonobodga kelib, restoranda o'tirib ketardik deyapti. Men aytib ochib qo'ydim, men kelaverasizlar, bemalol. Aytmoqchiman, shu borliklarimiz sog'lasa. Hozir mana hokim buva shundan sovg'a qildi, menga Aslonbob rasmini. Aslonbob ham sog'indik, yoshligimiz Aslonbobda o'tganmiz. O'shalarga borib, hozir havolardan nafas olardik. Aslonbob yong'og'i, Aslonbob asari deyilardi. Xudoga ming marta shu Xudo xolasa mana shu bugungi bayram, bugungi quvonch, iloyim hech qachon mana shu quvonch tark etmasin. Iloyim hech qachon chegarlarimiz yopilmasin. Yana ham borligimiz shu doim xursandchilik bo'lsin. Bayramlaringiz